Panoramani orqasidagi xiyobonni ko'rib, ko'pchilik hovli uy deb o'ylab qolishi mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Bu hovli uy emas, birinchi etaj ham emas. Qaysi kompleks deb o'ylaysizlar? Taxmin qilib ko'ringlarchi. Podskazka uchun 3-etajdaman. 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqqan. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Remontiga nima deb nom berishi to'g'risida o'zim bilmadim. Patologlarni qarang. Har xil remontlarni kollaboratsiya qilgan ekan. Даже milliy narsalarni ham remontiga kirgizishgan ekan. To'g'risi o'zim nom berishga to'g'risi adashaman deb lучше nom bermadim. Izohda o'zingizlar nom berib o'tasizlar. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Hozircha bu xonadonimizni egalari o'ziga ofis qolishgan ekan. Agar dальнейший o'zingizlarning agar shaxsiy biznesinglar bo'lsa, ofis qolsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam yashash uchun ham zo'r joy. Men bu videoni ko'rib, hozir o'zingizlar maza qilib olasizlar. Hozir chiqib oxirida ko'rsataman. Qaysi kompleksdan, qaysi жилой kompleksdan ketib o'taman. Tak, sanuzorlar ko'rsata olmayman. Egalarning o'zini lishni narsalari bo'lgani uchun iltimos qilishdi. Sanuzorlar ko'rsatmaslik uchun kiruvishdagi hol qismi такой решениyalarni qilib qo'yishgan. И общий 119 kvadrat bu xonasida bo'lsa, marhamat. Bu xonasida bo'lsa, o'zligiga direktorskiy kabinet qilib olgan ekan. Endi sizlarga savol. O'zingizlarga ofis qilib ishlarni davom ettirgan bo'larmidinglar yoki bo'lmasam mazza qilib yashagan bo'larmidingiz? Keling, balkondan ko'rsatib, qaysi kompleksligini hozir tez orada bilib o'tasizlar. Mana bu manzarani qarang, manzarani go'zalligini qarang. Bu manzaraga izohda o'zingizlarning fikringizni qoldirmasalar bo'lmaydi, yuraklarni qizartirib. Bu kompleks Energy U Tower 3-etajda o'zini aleyasi mavjud, krugovoy. Inshaalloh qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. Videoni shunaqa xonadon qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yishi esingizdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat.